Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim, hatto shoshilinch bir masalani muhokama qilamiz. Agar siz 1907 yildan oldin tug'ilgan bo'lsangiz, unda bu video aynan siz uchun. Haqiqatan ham bu ma'lumot har birimiz uchun, ya'ni oilamizdagi keksalar, ota-onalarimiz, bu bobolarimiz uchun juda zarur. Negaki aprel oyida davlatimiz tomonidan ajratilgan maxsus to'lovlar yoki nafaqalar sizning hisobingizga kelib tushishi mumkin. Ammo buning uchun siz hozirroq o'z bank kartangizni va davlat reyestrida mavjud ma'lumotlaringizni tekshirishingiz shart. Agar bu ishlarni hozir qilmasangiz, mablag'lar shuncha kelmasligi yoki kechikishi mumkin. Shuning uchun iltimos, diqqat bilan eshiting va videoni oxirigacha ko'ring. Kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Hozirroq buni qiling va biz boshladik. Core of the problem. Avvallari qanday edi va hozir nimalar o'zgardi? Qadrdon do'stlar, avvallari ijtimoiy to'lovlarni olish jarayoni ancha sodda, ammo shu bilan birga uzoq va qog'ozbozlikka asoslangan edi. Ko'pchilik o'z nafaqalarini, pensiyalarini pochta orqali, ya'ni nafaqaxo'rlar ro'yxati asosida uyga kelgan pochta xizmatchisi orqali naqd pulda olardi. Yoki ba'zilarimiz Xalq bankining kassalaridan pulni navbatda turib olishga odatlanganmiz. Bu usulning o'ziga yarasha qulayliklari bor edi. Chunki odamlar bank kartasi bilan ishlashni bilmas edi. Naqd pul darhol qo'lga tegardi. Lekin bu jarayon ko'p vaqt talab qilar, hujjatlar ko'pincha qo'lda to'ldirilar. Ma'lumotlar turli idoralar orasida sekin almashinar va xatoliklar yuzaga kelish ehtimoli yuqori edi. Masalan, biror kishi boshqa manzilga ko'chib o'tsa yoki familiyasi o'zgarsa, bu ma'lumotlar pensiya jamg'armasiga yoki boshqa ijtimoiy ta'minot bo'limlariga kechikib yetib borardi. Natijada to'lovlar ham kechikishi yoki umuman noto'g'ri manzilga borishi mumkin edi. Hozir esa vaziyat tubdan o'zgardi. Mamlakatimizda ijtimoiy himoya tizimi to'liq raqamlashmoqda. Davlatimiz fuqarolarga xizmat ko'rsatishni yanada shaffof, tezkor va qulay qilish maqsadida yagona elektron ijtimoiy himoya reyestri kabi tizimlarni joriy qildi. Bu reyestr oddiy qilib aytganda, har bir fuqaro haqidagi barcha muhim ma'lumotlarni, pasport ma'lumotlari, yashash manzili, oilaviy holat, daromadlari, bank hisoblari va boshqalarini o'z ichiga olgan ulkan markazlashgan ma'lumotlar bazasidir. Bu degani endi davlat idoralari siz haqingizdagi ma'lumotlarni turli joylardan qidirib yurmaydi, balki yagona tizimdan oladi. Bu o'zgarishning asosiy maqsadi fuqarolarga, ayniqsa ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarga xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirish. Hozirda ko'plab nafaqalar, subsidiyalar va bir martalik moddiy yordamlar aynan shu yagona reyestr asosida, proaktiv tarzda, ya'ni sizning arizangizni kutmasdan avtomatik tarzda hisoblab chiqilmoqda va bank kartalariga o'tkazilmoqda. Shu sababli 1907 yildan oldin tug'ilgan fuqarolar uchun ayniqsa muhim bo'lgan ba'zi to'lovlar, masalan, yoshga doir ustama, sog'liqni saqlashga doir subsidiyalar yoki boshqa bir martalik yordam pullari aynan aprel oyida sizning bank kartangizga kelib tushishi rejalashtirilgan. Ammo buning uchun sizning ma'lumotlaringiz reyestrda to'g'ri bo'lishi va bank kartangiz aktiv holatda aynan sizning nomingizga rasmiylashtirilgan bo'lishi shart. Aks holda tizim mablag'ni kimga va qayerga yuborishni bilmaydi. Mana shu yerda muammo paydo bo'ladi. Batafsil tahlil. Nimalarni bilish kerak? Kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar yo'q? Demak, hurmatli do'stlar, ushbu jarayonni chuqurroq tahlil qilamiz. 1907 yildan oldin tug'ilgan degan mezon nima uchun aynan shu yil? Bu avvalo davlatimizning o'zining katta yoshli, hayotining aksariyat qismini mehnatga bag'ishlagan fuqarolarga nisbatan ko'rsatayotgan e'tiboridir. Bu yosh guruhidagi insonlar ko'pincha zamonaviy raqamli texnologiyalardan unchalik yaxshi xabardor bo'lmasliklari mumkin. Ularning ma'lumotlari eski qog'oz arxivlarda qolgan bo'lishi yoki bank kartalari yo'q bo'lishi mumkin. Shu sababli davlat aynan ularga mo'ljallangan maxsus ijtimoiy qo'llab-quvvatlash dasturlarini ishga tushirgan va ularning to'g'ri ishlashi uchun ma'lumotlarni yangilashga chaqirmoqda. Bu nafaqat pensiyalar, balki turli xildagi bir martalik yordamlar, kommunal to'lovlarga subsidiyalar, sog'liqni saqlash xarajatlari uchun kompensatsiyalar kabi qo'shimcha to'lovlar bo'lishi mumkin. Bank kartangizni tekshiring deganda nimani tushunish kerak? Bu shunchaki sizda bank kartasi borligini bilish emas. Birinchidan, bu karta sizning nomingizda bo'lishi kerak. Ikkinchidan, u aktiv holatda bo'lishi, ya'ni muddati o'tmagan bo'lishi shart. Uchinchidan, eng muhimi, bu karta sizning pensiya jamg'armasidagi yoki yagona davlat reyestridagi ma'lumotlaringizga bog'langan bo'lishi kerak.
Ya'ni davlat sizga pul o'tkazmoqchi bo'lganda tizim sizning shaxsingizni tasdiqlovchi ma'lumotlaringiz, pasport seriyasi va raqami JSHR orqali aynan sizning aktiv bank kartangizni topishi lozim. Agar sizda bir nechta bank kartasi bo'lsa, ulardan qaysi biri ijtimoiy to'lovlar uchun ro'yxatdan o'tganini aniqlashingiz kerak. Ko'pincha bu Xalq banki yoki boshqa biror bankning pensiya kartasi bo'ladi. Endi davlat reyestrini tekshiring degani nimani anglatadi? Bu sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz davlat xizmatlari markazlari pensiya jamg'armasi, mahalliy hokimiyatlar yoki boshqa tegishli davlat idoralari bazalarida qanday aks etganligini anglatadi. Agar sizning pasport ma'lumotlaringiz o'zgargan bo'lsa, masalan, familiya almashgan, pasport muddati tugagan va yangilangan bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgargan bo'lsa yoki sizda qandaydir nogironlik guruhi aniqlangan bo'lsa, bu ma'lumotlar reyestrda aks etishi kerak. Agar bu ma'lumotlar yangilanmagan bo'lsa, davlat tizimi sizni o'sha maxsus to'lovlar uchun munosib nomzod sifatida ko'rmasligi mumkin. Shunday vaziyatda pul sizga kelmasdan turib, ma'lumotlar mos kelmayapti degan sabab bilan to'xtab qolishi mumkin. Keling, bir nechta real hayotiy misollarga to'xtalamiz. Misol bir buvi Zaynab 1965 yilda tug'ilgan. Pensiyasini pochta orqali oladi. Umuman bank kartasi yo'q. U yaqinda 5 million so'm miqdorida bir martalik moddiy yordam olish huquqiga ega ekanligi haqida eshitdi. Ammo uning ma'lumotlari yagona davlat reyestrida bor. Lekin qaysi hisob raqamiga pul o'tkazish kerakligi haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Natijada bu Zaynabning puli ma'lumotlar yetarli emas degan sabab bilan to'xtab qolishi mumkin. Yechim Xalq bankidan bank kartasi ochish va uni davlat xizmatlari markazlari orqali pensiya jamg'armasiga bog'lash. Misol 2 Bobo Karim 1932 yilda tug'ilgan. Pensiyasini Xalq bankining pensiya kartasiga olardi. O'tgan yili kartasining muddati tugab, u Agrobankdan yangi karta ochtirgan. Ammo bu o'zgarishni u pensiya jamg'armasiga xabar bermagan. Aprel oyida Bobo Karimga mo'ljallangan 200 ming so'm miqdorida kommunal to'lov subsidiyasi eski muddati o'tgan Xalq banki kartasiga o'tkazilishga harakat qilinadi va amalga oshmaydi. Yechim yangi Agrobank kartasini pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari markazi orqali yangilash. Misol Uchxoli Gulnor 1960 yilda tug'ilgan. Pensiyasini bank kartasiga oladi. Kartasi aktiv, ammo reyestrda uning ish staji haqidagi ma'lumotlar to'liq emas. Ya'ni bir necha yillik staji eski qog'oz hujjatlarda qolib ketgan va elektron bazaga kiritilmagan. Natijada unga uzoq yillik mehnat uchun bir martalik 70 ming so'm ustama to'lanmadi. Yechim pensiya jamg'armasiga eski mehnat daftarchasini olib borib, ma'lumotlarni yangilash. Kimlar tashvishlanishi kerak? Har bir 1970 yildan oldin tug'ilgan fuqaro, ayniqsa quyidagi holatlarda agar siz pensiya yoki nafaqani pochta orqali yoki Xalq banki kassasidan naqd pulda olayotgan bo'lsangiz, agar sizning bank kartangiz muddati o'tgan bo'lsa yoki yaqinda yangilangan bo'lsa, ammo bu haqda tegishli idoralarga xabar bermagan bo'lsangiz, agar siz oxirgi marta pasportingizni yangilagan bo'lsangiz, masalan, eski namunadagi pasportdan ID kartaga o'tgan bo'lsangiz va bu ma'lumotlarni davlat xizmatlari markazlarida tasdiqlamagan bo'lsangiz, agar sizning familiyangiz, manzilingiz yoki oilaviy holatingiz o'zgargan bo'lsa, ammo ma'lumotlar reyestrda yangilanmagan bo'lsa, agar sizda umuman bank kartasi bo'lmasa, kimlar unchalik tashvishlanmasligi mumkin? Agar siz 1907 yildan oldin tug'ilgan bo'lsangiz, lekin har oy o'z pensiya yoki nafaqangizni aktiv bank kartasiga muntazam qabul qilayotgan bo'lsangiz va oxirgi 2 yil ichida hech qanday bank kartasini o'zgartirmagan bo'lsangiz, hamda yaqinda davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilib barcha shaxsiy ma'lumotlaringizni tasdiqlagan bo'lsangiz, ammo baribir ehtiyot shart bir marta tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Manfaatlikka qoidalar istisnolari, tuzoqlar va noaniq nuanslar, hurmatli do'stlar, har qanday tizimda bo'lgani kabi bu yangi tizimda ham o'ziga xos istisnolar va tushunarsiz jihatlar mavjud. Ayniqsa keksa yoshdagi fuqarolarimiz uchun bu muhim. Birinchidan, bank kartasi yo'q holati. Agar umuman bank kartangiz bo'lmasa, davlat tomonidan ajratilayotgan avtomatik to'lovlarni raqamli usulda ola olmaysiz. Bu siz mutlaqo pul olmaysiz degani emas. Ammo jarayon ancha murakkablashadi. Bunday holatda eng yaqin Xalq banki filialiga borib, pensiya yoki ijtimoiy to'lovlar uchun bank kartasini ochtirishingiz kerak bo'ladi. Ba'zi hollarda agar kartadan foydalanishni istamasangiz yoki sog'lig'ingiz tufayli bankka bora olmasangiz,
maxsus arizalar orqali pullarni yana pochta orqali naqd pulda olish imkoniyati mavjud. Ammo bu aynan sizning harakatingizni talab qiladi. Ya'ni bu haqda pensiya jamg'armasiga yoki davlat xizmatlari markaziga ariza bilan murojaat etishingiz shart. Ikkinchidan, to'shqoqda yotgan yoki jismoniy imkoniyati cheklangan shaxslar uchun yaqin qarindoshlar yoki vasiylar ularning nomidan harakat qilishi mumkin. Buning uchun notarius tomonidan tasdiqlangan ishonchnoma talab qilinadi. Ushbu ishonchnoma asosida ular zarur ma'lumotlarni yangilashda va bank kartasini ochishda yordam berishi mumkin. Mahalliy mahalla qo'mitalari ham bunday vaziyatlarda yordam ko'rsatishga tayyor turadi. Ularga murojaat qilishdan tortinmang. Uchinchidan, eski yoki muddati o'tgan pasportlar. Agar sizning pasportingiz muddati o'tgan bo'lsa, u holda sizning davlat reyestridagi ma'lumotlaringiz noaniq hisoblanadi. Bu nafaqat to'lovlar, balki boshqa davlat xizmatlarini olishda ham muammolar tug'diradi. Shuning uchun eng avvalo pasportingizni ID kartaga almashtirishingiz yoki agar eski pasportingiz muddati o'tgan bo'lsa, uni tezda yangilashingiz shart. Yangilanganidan keyin ham. Bu ma'lumot davlat xizmatlari markazlari orqali tegishli reyestrga kiritilganiga ishonch hosil qiling. 4-dan, chekka hududlarda yashovchilar. Ba'zi uzoq joylarda yashovchi fuqarolarimiz uchun davlat xizmatlari markazlariga borish yoki bank filiallariga yetib borish qiyin bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda mahalla raisi yoki hokimlikning ijtimoiy himoya bo'limi xodimlari sizga ko'maklashishi mumkin. Ular ko'pincha mobil guruhlar tashkil qilib, joylarda aholiga xizmat ko'rsatishadi yoki sizning nomingizdan tegishli idoralarga murojaat qilishda yordam berishadi. 5-dan, yashirin yoki avtomatik to'lovlar. Ko'pincha fuqarolarimiz o'zlari bilmagan holda qandaydir bir to'lovga yoki imtiyozga ega bo'lishlari mumkin. Masalan, qonun bilan himoyalangan ayollar yoki uzoq muddatli mehnat faxriylari kabi kategoriyalar uchun maxsus to'lovlar ajratilishi mumkin. Siz 1970-yildan oldin tug'ilganingiz uchun avtomatik ravishda shu guruhlarga kirishingiz va qo'shimcha yordam olishingiz mumkin. Ammo buning uchun davlat reyestridagi ma'lumotlaringiz to'liq va aniq bo'lishi, jumladan ish staji, oilaviy holatingiz, yashash sharoitlaringiz haqidagi ma'lumotlar to'g'ri kiritilgan bo'lishi shart. Agar bu ma'lumotlar eski yoki noto'g'ri bo'lsa, siz ushbu imkoniyatlardan mahrum bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun barcha ma'lumotlaringizni tekshirish juda muhim. Practical advice: siz nima qilishingiz kerak? Aniq qadamlar endi esa, aziz do'stlar, eng muhim qismiga o'tamiz, aniq harakatlar rejasiga. Siz hozir nimani qilishingiz kerak? Qayerga borishingiz, qanday hujjatlarni to'plashingiz kerak? Diqqat qiling. Chunki aprel oyi boshlanishi arafasida bu ishlarni tezroq bajarishingiz shart. İlk qadam, bank kartangizni tekshiring. Agar sizda bank kartasi bo'lsa, uni olib, quyidagi ma'lumotlarga e'tibor bering. Karta muddati o'tmaganmi? Kartaning old tomonda valid true yoki excess end yozuvi yonida oy va yil ko'rsatilgan bo'ladi. Agar joriy oy va yil ushbu sanadan keyin bo'lsa, demak kartangiz muddati o'tgan. Bunday holatda zudlik bilan kartani bergan banka, odatda Xalq banki murojaat qilib, yangi karta ochtiring. Bu karta aktivmi? Uzoq vaqtdan beri ishlatilmagan kartalar bloklanishi mumkin. Bankning mobil ilovasiga kirib, agar foydalana olsangiz yoki bankning kal markaziga telefon qilib, kartaning holatini tekshiring. Agar u bloklangan bo'lsa, bank xodimlari yordamida uni aktivlashtiring. Karta aynan sizning nomingizda ochilganmi? Eng yaxshisi to'lovlar aynan shaxsning o'zining bank kartasiga kelishi. Agar sizda umuman bank kartasi bo'lmasa, Xalq bankining eng yaqin filialiga pasportingiz bilan borib, pensiya yoki ijtimoiy to'lovlar uchun mo'ljallangan bank kartasi ochtiring. Bu jarayon odatda tez va bepul amalga oshiriladi. 2 qadam. Davlat reyestridagi ma'lumotlaringizni tekshiring va yangilang. Bu eng muhim qadam. Sizning shaxsiy ma'lumotlaringizning davlat bazalarida to'g'ri aks etishi juda muhim. mytok.uz portali orqali tekshirish, agar imkon bo'lsa. Agar sizda elektron raqamli imzo bo'lsa yoki farzandlaringiz yordamida o'z shaxsiy kabinetingizga kirib, barcha ma'lumotlaringizning to'g'riligini tekshiring. Agar kamchilik topsangiz, bu yerda ham ba'zi ma'lumotlarni onlayn tarzda yangilash imkoniyati bor. Davlat xizmatlari markazi DXM murojaat qiling. Agar sizda bo'lmasa yoki onlayn tizimlardan foydalana olmasangiz, eng yaxshi yechim pasportingiz bilan eng yaqin davlat xizmatlari markaziga borishdir. U yerda mutaxassislar sizga yagona davlat reyestridagi barcha ma'lumotlaringizni tekshirishda
ularni yangilashga, pasportingizni tasdiqlashga, bank kartangizni tizimga bog'lashga ko'maklashadi. Pensiya jamg'armasi filialiga murojaat qiling. Agar siz aynan pensiya yoki unga bog'liq to'lovlar masalasida shubhada bo'lsangiz, hududiy pensiya jamg'armasi bo'limiga pasport, mehnat daftarchasi va bank kartangiz bilan borishingiz mumkin. U yerda xodimlar sizning pensiya faylingizni tekshirib, zarur o'zgarishlarni kiritishda yordam berishadi. 3 qadam kerakli hujjatlarni to'plang. Davlat xizmatlari markazlariga yoki pensiya jamg'armasiga borishdan oldin quyidagi hujjatlarni o'zingiz bilan olishni unutmang. Asl pasportingiz yoki ID kartangiz, bank kartangiz agar mavjud bo'lsa, mehnat daftarchangiz agar ish staji bilan bog'liq muammolar bo'lsa, nogironlik guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, vasiylikni tasdiqlovchi hujjat agar siz birovning nomidan harakat qilayotgan bo'lsangiz. 4 qadam appeldagi to'lovlarni kutish. Yuqoridagi barcha qadamlarni bajarganingizdan so'ng siz aprel oyida kutilayotgan to'lovlarni o'z bank kartangizga qabul qilishingiz mumkin. Agar pul kelmasa, yuqoridagi idoralarga yana bir bor murojaat qilib, sababini so'rashingiz mumkin. Unutmang, bu jarayon aprel oyi boshlanishidan oldin amalga oshirilishi shart. Davlat tizimlari proaktiv bo'lib, sizning arizangizni kutmasdan mavjud ma'lumotlar asosida qaror qabul qiladi. Agar ma'lumotlar to'g'ri bo'lmasa, pul sizga yetib bormaydi. Shuning uchun ertaga qoldirmasdan bugun harakat qiling. Conclusion and final hook demak, hurmatli tomoshabinlar. Bugungi videoda siz 1907 yildan oldin tug'ilgan fuqarolar uchun aprel oyida kutilayotgan maxsus to'lovlar, ularni qanday olish mumkinligi, bank kartangiz va davlat reyestridagi ma'lumotlarni tekshirishning ahamiyati haqida batafsil ma'lumotlarga ega bo'ldingiz. Bu shunchaki bir tavsiya emas, balki davlat tomonidan ajratilayotgan pul mablag'larini ehtimol sizga tegishli bo'lgan qo'shimcha yordamni qo'ldan boy bermaslik uchun juda muhim ko'rsatmadir. Hozirgi raqamli davrda ma'lumotlarning aniqligi va dolzarb pulning sizning cho'ntagingizga yetib borishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Har bir inson o'z huquqlarini bilishi va ulardan foydalana olishi kerak. Umid qilamanki, bu video sizga foydali bo'ldi. Yodingizda tuting, o'z ma'lumotlaringizni tekshirish va yangilashga hoziroq kirishing. Bu nafaqat sizning moddiy ahvolingizni yaxshilaydi, balki davlat xizmatlarini olish jarayonini ham ancha yengillashtiradi. Fikrlaringizni va savollaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Sizning holatingizda qanday muammolarga duch keldingiz yoki qanday yechimlar topdingiz? Biz uchun va boshqa tomoshabinlarimiz uchun juda qiziq. Videoga like bosing, do'stlaringiz va qarindoshlaringizga yuboring. Ayniqsa 1970 yildan oldin tug'ilganlarga, toki ular ham bu muhim ma'lumotdan bexabar qolmasinlar. Va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda biz kelgusida ham sizga shunday muhim va foydali ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Omon bo'ling.